أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz bugun yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inayati at-tafsir muyassar degan shu tafsirning uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, An'am surasi 53 oyatga qadar darsimiz davom qilib kelamiz. Shu ayning o'zidan yana davomlashtirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygurca tercümesi. Ularning Allah aramizdan hidayat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmu deyishlar uchun ularni bir bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik.
Allah shukr qilg'uvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilg'uvchilarni Alloh hidoyat qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yana kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Parvardigoringlar bandalarga rahmat qilishni ihson qilish yuzidan ustiga oldi. Sizlarning kimki bilmassin biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degan. Bu surda mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkor bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qayirib qo'yib, ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan mani qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafs xohishinglarga agashmayman. Bo'lmasa men ozg'an bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Holbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening ig'dorchiligimda emas. Barcha hukm Alloh xos. Alloh haq hukm qiladi. Alloh hukm qilg'uvchilarning yaxshisidir. Aytdingki, sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan aram tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'latdim. Alloh zolimlarni obdan biladi. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqliqdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birarsi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yoziqliqdir. Xo'sh. وكذلك فتنا بعضهم ببعض وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفا فأحوج بعضهم إلى بعض اختبارا منه لهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء أهؤلاء الضعفاء من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا أليس الله تعالى بأعلم بمن يشكرون نعمته فيوفقهم إلى الهداية لدينه. Şunun o'xshash Alloh subhanahu va taolo bandalarning ba'zisini ba'zilan rizqlarda, o'xshashma axloqlarda o'xshashmagan nisbdorlik bilan yoki o'xshashmagan nisbi bilan sinadi. Ularning ba'zisini boy qildi, ba'zisini kambag'al qildi. Va ba'zisini kuchli qilgan bo'lsa, yana bir ba'zisini ojiz qildi. Ularning ba'zisini ba'zisiga Allah o'z tarafidan oshning bilan ularni sinab beqish uchun ehtiyoj, ba'zisini ba'ziga muhtoj qildi. Kafir, boy kafirlar degay uchun nima deb? Shu kambag'al, ojiz bicharalarni Allah ularga bizning aramizda islomiyatga hidoyat bilan ihson qilibdimi deyish uchun. Allah subhanahu wa taolo
öz nemetiga şükür kılganlarını en bek bilgiç emasmı? Anandagın öz diniga hidayet kılıp özünün diniga hidayet kılışka tövbük berdi. Tövbük berge için peyvaffikahum ilal hidayet li dini. Anandagın özünün diniga hidayet kılışka tövbük berge için öz nimetini ço öz nimetiga şükür kılganlarını en bek bilgiç emasmı? وإذا جاءك أيها النبي الذين صدقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيره مستبتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا أنه من اقترف ذنبا بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح فإنه تعالى يغفر ذنبه فهو غفور لعباده التائبين رحيم بهم. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, sana Allah subhanahu wa ta'ala'nın senin rast ikenliginge guvalık berçi. Allah subhanahu şunda bir kişiler kelido. Kaçan kese sana ey Peygamber aleyhissalatü vesselam ellezine saddaku. Yani Allah subhanahu ta'ala'nın ayetlerine guvalık bir tasdikildigan, bunu işinedigan, çünpütülük Allah kese o ayet olsun guvalık berçi de o ayet senin rast kelliginge. Kur'an-ı Kerim'den boğan ve Kur'an'dan başka olan ayet mucizlemeni. Kese yani fatva talep kanalda tövbedin özlerininki mundum burunki günahlardan tövbesinden tövbe kalıgıdan fatva talep kan halde kep kap kalsa uların şu salamını reddiye kılışlan ular salam birişlan ikram kın onu uluğluğun ve ulağa Allah'ın mol ken rahmetlen kuşka var begin. Çokum Allah ki şani kat doğan zat öz nefsi gücü rahmetini bitti. Özünün bendilerge rahim kılışını yazdı. Özdün merhamet kıllıkını cahdedin. Kimge, kimi ki bir günah işlese bilmezsin. Onun akıbetini, kinkin vebali netinisini bilmezsin bir günah işlep. Ve onun Allah subhanahu wa ta'ala'nın gazibine lazım tutkalığını bilmezsin bir günah işlep kalgan bolsa. Her kandak günah Allah Teala için meyli hata kılgan günah olsun, hataen, ya ki kastan bulgan bolsun, hemmisi bu hıl itibarla cahil dep onu bilenmeyi kıp kaldı diyişik buludu. Meyli hataen bolsun, meyli kastan bolsun. Gerçi bunun haramlığını bilip durup kılgan bolsun mu, bu cahil, bilmeyi kıldı diyişik buludu. Anındaki muş günah neymiş bilmezsen, işlep kılıp, anındaki tövbe kılgan bolsa, ve bu yaxşı emelde üstüde devam kılgan bolsa, çukum Allah Teala onun günahını ço mağfiret kılıdı. O Allah özünün tevkıcı bendilerine mağfiret kılışıdır. O bendilerge rahim kılışıdır. ومثل هذا البيان الذي بيناه لك أيها الرسول نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل ليتبين الحق وليظهر طريق أهل الباطل
el muhalifine lirrusuli. Sana bu muşu bayanat okşaş. Muşu bayan kılın okşaş ki bayan kıldık biz o bayanını sana. Yani muşunu bayan kılın okşaş. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bayan kılımız biz. Her kandak hakni. Her kandak hakikatke roşan bir hüccetten bayan kılımız. Ki bu hakni ehl batılla inkar kılıdığan har qanday haqqa biz ro'shan hujjat pakt bayon qilamiz. Nima uchun? Haqiqat muayyan bo'lsin uchun va payg'ambarlarga qarshilashgan ahl botillarning yo'llari aniq bo'lsin uchun. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه وقل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aş müşrikler şunlar deyin ki çukum Allah Azze ve Celle sile o Allah'ını koyup durup çukunuvatkan onu ibadet kılıp başarıvatkan muşu butlağa menen ibadet kılışını çekledi. Muna deyin. Ve ulağını deyin ki sizlerinin xahişini egeşmeyim ben. Çokum vaqtda to'g'ri yo'ldan men uzoqlashib ketib qolgan bo'ldim. Inittaba'at ahvaakum. Agar sizlarning xohishingizga ergashsam men tüp-tüz to'g'ri yo'ldan uzoqlashib ketib qolgan bo'lib qoldim. Bo'lib qolaman deb men degan deydi. Va ma ana muhtadin. U vaqtda sizlarning xohishingizga ergashsam men yana to'g'ri yo'l topishlarning hidoyat topishlarning qatoridan bo'lmagan bo'lib qolaman deb men degan deydi. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إلي وذلك بإفراده وحده بالعبادة وقد كذبتم بهذا وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى يقص الحق وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aş müşrikler deyin ki çokum men bolsam Allah Taala'nın şeriat tarafından röşen bir hakikat üstüde. Ki Allah o şeriatni bana vahiy qilgan. Bana Allah subhanahu taala vahiy qilgan ne bileyim şeriat tarafından bo'lgan röşen bir hakikat üstü degan. Şu Allah subhanahu taala'ni faqatla yalğız bir depla ibadet kicho bir yalğız qilishlan, ibadatga o'nch qilishlan. Men bu hakikat üstüde. Uni sizlar yolg'onga chiqardinglar. Mening sizlar oldirib ketgan qanday azobingiz keltirib boqqana Xudoning azob tushib boqmasinmi? Bizni aloqa qilib boqmamsan degan o'sha sizlar istehzoan qilgan bu sizlar bu oldirib ketgan bu azobni tushirish mening qo'limdan kelmaydi. Emas hukm mushu azobni kechiktirishdiki bu xil hukm lekin Allah Taala Allah shundoq qiladi. Allah xalqa vaqtda bu azobni tushirdi. Allah ahni bayon qilib berdi. Allah ahlan botilning arasini ayırıp berishning eng yaxshisidir. O'zining hukmi va o'zining qadosi bilan. Qul eyyuhar rasulu law annani amliku inzalal azabillazi testacilune la anzaltuhu bikum ve qudiyal emru beyni ve beynekum ولكن ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدهم فأشركوا معه غيره. Degan ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
Eğer çukum men sizlar onun aldırıp ketken azapını düşürüşke men onu ego olgan bolsam edim, elbet bu azapını sizlerge düşürgen bolattım. O vaqtda men bilan sizlarning oranglarda ish tugagan bo'ladi. Lekin u ish Alloh taologa mansub. Allohga xos, Allohga oid. U Alloh zalimlarni nait obdan bilgich zotdir. Ki o'zining haddini bilmay, haddini eshib ketgan, Allohga Allohning g'ayrini sherik keltirgan bu zalimlarni eng obdan bilgichidir. وعند الله جل وعلا مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام والكسب في المستقبل ومكان موت الإنسان ويعلم كل ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة من نبتة إلا يعلمها فكل حبة في خفايا الأرض وكل رتب ويابس مثبت في كتاب واضح لا لبس فيه وهو اللوح المحفوظ. Allah Celle ve Ala'nın huzurda gaybning oshqochva, ya'ni gaybning butun xazinalari Allohning huzurida. U gaybni faqat Alloh biladi. U gaybning qatoridandir. Qiyomatning ilmi, qachon qiyomat bo'lganligi, yomg'irning tushishi, Bachchidandagi to'ralmaning uninki ahvoli, uning saidmi, baxtlikmi, baxtsizmi, ahl jannatimi, ahl do'zaximi, uning qancha umrining miqdori, u bu degandek. U faqat lekin o'g'il qiznimi daq u bilib qo'yganlik hozir ba'zi e'tiroz bo'ldi. Mana hozir odamning biladigu deb. U normal kompyuter emas. Ba'zi usta nima bo'lsa hamda qo'shib tutib eqib va o'zining ba'zi tajribalarni bilib qilish mumkin. Ayollarning. U benim emas. Maqsad unudan omatil arham degandan o'zin u insonniki qanchalik umr ko'rganligi, qayerda umr ko'rganligi, u qandaq baxtlikmi, baxtsizmi, kafir, musulmonmi degandan iborat u. Nurg'un. Asa uniki rizqi u bu ahvoli. Şunu ve ma fil arham deyishdi. Ve ma bu men bu xil nima istifhom kelimalari umumliq turgan kelima. Ve mustaqbal keyinchlikdagi mashg'uloti, kasb mashg'uloti. İnsanın qayerda o'lganligi. Bu xil g'ayb hammasi Allohning huzurida. Va biladi Alloh subhanahu va taolo qurg'oqdagi va dengizdagi narsalarning hammani biladi. Va hatta o'simlikning varaqlaridan, yupurmoqlaridan tushganini va tushmaydi bir o'simlikning yupurmoqlaridan, lekin lam tushgan bo'lsa Alloh uni hammani biladi. Zaminning chunqur qatlamidagi har bir nima, bir xil don va har qanday yo'l va quruq narsa hammasi ro'shan kitobda. Enanda faqat irmang-chirmang bo'lmagan ro'shan kitobda o'sim lavhul mahfuzdan iborat bu kitobda xotirlangandir va qayd qilingandir. Xo'sh, oyat karimdan balag'iy ba'zi taraflarimiz buni qatab etamiz. Aleysallahu bi'alama bish-shakirin. Allah shukr qiluvchilarni eng bak bilguchi emasmi? Buni da istifhom taqriri uchun. Aleyhissalloh albatta bak bilguchi degandek istifhom bu yerdagi istifhom taqriri manda. Enandan boshqa mafatihul g'ayb dedik. Buningda mafatih nechu? Yani umurul g'ayb demakchi-da. Umurul g'ayb deb. Bu yerda bu mafatih nechu umurga umurni istar elindi. Onunda
Bu istare tesrihiye. Yani müşebbeh umur. Bunu hazb qilinib, müşebbehun bih bo'lgan mafatih bu tilg'alandi. Istare tesrihiye bo'ladi bu. İnşallah. Xo'sh, Müslüman kifailimiz dersimizin devamı keyingi saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.